6 avgust günü Amerika paytaxtı Washington'daki Dallas aeroportunun qarşı iliş zalida bir grupu Uyghur 2 saatdan artıq kutishdan keyin Amerikanın yardımida Xitoyga qaytarilish xavfidan qutulib, Qatarning Doha aeroportidan shu joy vaqt atdigan soat 8:30 ning aeroplani bilan Amerika paytaxtı Washingtonga qarab ushgan Ablikim Yusufni qizg'in kutib oldi. 3 kun ichida men millatimning bunchalik yaxshi, bunchalik o'ylab baxmagan. Ben bek tesirlendim. Benim işim için geç gündüz okunmaganlar bulandı. Hemmesi ben çünkü onumda rahmet. Bu mu Uygur Koyultay hem yüzümüzdeki her kaysı teşkilatları, Uygur dostları her kanda ayrılmayı fakat başta kaldı. Ben Amerika hükümetine çünkü onumda rahmet. Hazır kayıtlı bir hayat yine tiş dünyaya kelgendekler oldu. Hiç kandak endişim yok. Ablikim Yusuf 2 avgust günü Doha aeroportidan özünün Xitoyga qaytarilish xavfida qolganligini, dünya jamoatchiligining o'zini xatardan qutqizib kelishini talab qilib, ijtimoiy taratqularga uchur tarqatgan edi. Xatarga uchirgan Uyg'ur musofirlar xizmatlarini ishlab kelayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mudiri Ömer Qanat apandi Ablikimning qutulib kelishini Amerika hukumatining Xitoyga qarshi diplomatik bir g'alabasi dedi. Hamda bu tunji qitim Amerikaningki nayti bununla ciddi ko'ngil bo'lib, ya'ni night tez vaqt ichida, qisqa vaqt ichida, mana 2-3 kunning ichida bu odamni Qatardan qutqizib bu yerga akizishi bu night cho'ng bir g'alaba. Hem Xitoy qarshimi bir diplomasiya jihatdan bir g'alaba. Onun uchun ya'ni Amerika hukumatiga biz nihoyat rahmat aytamiz. Ablikimning Amerikaga kelgandan keyingi turmush kapolati va boshqa ishlarda Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerikadagi Uyg'ur jamoati bilan hamkorlashib ish olib boradigan bo'lib, uning Amerikada panohlik tilash qatorli qonuniy rasmiyatlarga advokat Kimberly Motley xonim mas'ul bo'ladi ekan. Ablikimni qarshi ilishga chiqqan Kimberly xonim bu o'zining tunji qitim bir Uyg'ur musofirga yordam berishi ekanligini bildirdi. U o'zining Ablikimning barliq qonuniy huquqlarining qo'g'dilishiga kafolatlik qilish xizmatining Ablikimning orzusi bo'yicha elib berilganligini bildirdi. This case unique is that it's sort of been coming out how the Uyghurs are being significantly persecuted in China. Amerika Tashqi ishlar ministerligining Xitoyga qaytarilish vaziyatida qolgan Ablikimni qisqa muddat ichida 3-bir davlatdan Amerikaga g'albalik elib kelishiga ko'rsatgan yordamini Nuri Turkal bir mo'jiza xarakterlik ish dedi. Ko'chman qonuni bo'lsin, Amerikaning diplomatik praktikasida bo'lsin, bundaq jiddiy bir ish kun ichida bir shaxsni boshqa bir davlatning garajlarini 3-bir davlatdan bu yerga akilishi bir mo'jiza xarakterlik ish. Endi buningga bu Amerikaning tashqi ishlar ministrininki Uyg'ur masalasiga mas'ul yetakchi xodimlari bu insoniyat masalasiga, buni humanitarian masalasi deb qaraydi. Bu shunday qisqa vaqt ichida jiddiy muomala qilgandan Uyg'ur masalasining Sharq Turkiston masalasining Amerikaningki tashqi siyosat diplomatik munosabatida qanchalik bir muhim yerga kelganligini ko'rsatdi. Ana nurg'un insonlarimizga bir turtga umid berishi mumkin. Mushundan ilhomlanib hamda xato yo'llarga, ya'ni tavakkul qilishning xatir borligi haqida qanday bir maslahatingiz bor? Bunun o'xshash nozik masalada ishning to'g'risini qonuniy yo'ldan tutish kerak. Amerika bizga ko'ksi qonunni keng tutadigan darvosini ichibdi deb, bundan keyin bu ishning yo'limi o'xshaydi deb, bu muğur yo'llar bilan prinsip tushmaydigan yo'l, qonunsiz yo'llar bilan bu yo'lga o'tishning o'zimi bek xatarlik ish. Endi hozir bu yerda mana bu uslubi deganim, bu yerda ko'z tutayotganim faqatla Amerikadagi Uyg'ur jamoatchiligi va tashkilotlarning mushundaq bir yo'chiqni topadigan ishlatgan munosabat tajribasini boshqa davlatlarda mushundaq bir kanallarni, mushuning o'xshash munosabat to'rini shakllantirib hozir turish kerak, chunki bu oxirgi qitim emas. Bundagi yana mushtaq jiddiy hayot mamot masalasiga duch kelishimiz mumkin degan ko'z qarashdiman. Pokistonda o'zini bexatar his qilmaganligi uchun 31-iyul kuni kechda Pokiston Doha Sarayevo ulanma uchish bileti bilan Xitoy pasporti orqali vizasiz kirgili bo'ladigan Bosniyaga qarab yo'l olgan Ablikim
2 avgust kuni Bosniya poytaxti Sarayevoga tushgan. Ammo Bosniya taraf uni chegirdan kirgizmasdan Qatar Aviasiya şirketining aeroplani bilan Dohaga qaytarib o'tgan. U Doha xalqaro aerodromiga yetib kelganda Qatar doiralari uning 3 avgust atdigan soat 11 da Beijingga qaytarilganligini uqtirgan. Xitoyga qaytarilish xavfida qolgan Abdikimning Doha aerodromida ijtimoiy taratqular orqali tarqatgan uchuriga inkos qaytarib, uning ahvolini taratqular orqali tarqatgan va uning tarjimonlik ishlarida yordamlashgan Tayir Imin o'zining Abdikim Yusuf vaqasining eng ahamiyatli tarafi haqida o'ylaganlarini o'tirib qo'ydi. Eng ahamiyatli tarafi Uyg'urlarning mehr-muhabbat bilan hamkorlik ruhi. Bir Uyg'urning hayoti xirist duch kelgan vaqtida hamma Uyg'ur ittifoqlashdi. Buning oldida o'tgan hech qanday bir ish yo'q. Abdikim Yusuf o'zining Pokistondan Uyg'ur diyoriga qaytmay 3-bir davlatga ketishiga tavakkul qilishidagi sabablar haqida to'xtalib, yaqinqi mezgillarda Xitoyning Pokistondan Uyg'urlarni qaytarib ketayotganligi, o'zining banki hisobotlarining to'ngiltilishi va yana Xitoylarning Pokistonlik qizlarga yolg'on o'ylanib, odam qochoqchiligi qilish voqealari pash bo'lgandan keyin g'azablangan pokistonliklarning Xitoy fuqarolariga hujum qilish voqealarining ko'payayotganligi qatorliq sabablardan o'zining Pokistonda davomli turishining xatarlik ekanligini his qilganligini bildirdi. Garchi Abdikim Yusuf Amerikaga sog'-salomat holda yolg'iz yetib kelib olgan bo'lsa-mu, u yana o'zining Pokistonda qolgan ayoli va 5 yoshli bolasining bexatarligidan andish qilmoqda ekan. Hozir andish qilayotganim shu Pokistonda bir kichik o'g'lim bilan ayol bordi. Shuning bexatarligidan andish qilyapman. Qayta yana bir dunyoga kelgandeklar his qilyapman. Ozod bo'lgandek.